suhbati birinchi kun. Ishlarni qilib charchab ketdim. Qizim, qayerga ketyapsan? Maktabga. O'qib olim bo'lamdi deb bugun mehmonlar kelgan. Uy ishlarini qilishimiz kerak hali. Yig'ishtirishimiz kerak. Kim qiladi bu ishlarni? Yig'ishtirsin keldi. Oyi. Ikkinchi kun. Voy boshim. Sen nima qilyapsan? Dars qilyapman, bugun maktabga borishim kerak. Meni boshim og'riyapti bugun. Shifoxonaga borishim kerak. Ukalarga qarab o'tirasan. Bormaysan bugun maktabga. Yanami? Uchinchi kun. Oyi, bu maktabga borsam maylimi? Nimaga? O'tgan safar ustozim meni ko'rib qolib, nega maktabga kelmading deb so'radi. Ham sinfdoshlarimni ham sog'indim. Qizim, bugun bizga bayram, bugun to'yga boramiz. Yig'ishtir maktabingni. Rostdan to'yga boramizmi? Ha, to'yga boramiz. Keyin. Oradan bir hafta o'tdi. Kim u? Oyi, qarang, kimdir kelgandi. Assalomu alaykum, yaxshimisizmi? Sizning farzandingizni sinf rahbari bo'laman dedi. Farzandingiz juda qiziqib yurib maktabga kelmayapti. Qizim, sen yaxshimisan? Assalomu alaykum ustoz. Ha, yaxshiman. Nega maktabga kelmading? Birinchi kun mehmonlar keldi, ikkinchi kun ukalarimga qaradim, uchinchi kun to'yga bordik. O'chir ovozingni, takrorlashga aralashma, bor chiqib ket. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga ko'ra 41-moddada har kim bilim olish huquqiga ega, bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat tomonidan nazoratga olingan. Bu meni bolam, nima qilishda o'zim bilaman. O'zingizni bosib oling, hurmatli fuqaro. O'zbekiston Respublikasi huquqbuzarlik profilaktikasi to'g'risidagi qonunda belgilangan 31-moddaga muvofiq sizdan 37 sonli o'rta ta'lim maktabining 7-sinfda o'qiydigan farzandingiz Ergash va Durdonaning maktabga ta'lim olish uchun muntazam borishini ta'minlab berishingiz so'raladi. Siz farzandingizni bir hafta mobaynida maktabga jo'natmaganingiz uchun 1,875,000 so'm jarimaga tortilasiz. Voy sho'rlarim, endi nima qilaman?